Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari, sizlar bilan yana Zamin Red kanali va xaridorlarga navbatdagi preview video taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan ko'p emas like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz bugun yarim tunda, ya'ni ertagaga o'tar kechasi Old Trafford stadionida Paul Tierney janoblari sudyaligi ostida bo'lib o'tkazilgan Manchester United Leeds o'yiniga qarshi o'yinga bag'ishlangan preview hisoblanadi. O'yin yuzasidan nima deyish mumkin? Hozirgi men quyida ko'rsataman sizlarga turnir jadvalini. Hozirgi turnir jadvalidagi holatdan, hozirgi komandalar holatidan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsak, asosiy pallalardan biriga kirib boryapti. Chunki Manchester United qolgan 7 ta o'tgan videomda men silkasini qoldiraman, o'tgan videomda ham aytgandim. So'nggi 7 ta o'yinimizda bizda va o'sha 7 ta o'yinda biz maksimal darajada ochko ola olishimiz kerak. Raqiblarimiz ochko yo'qotgan holda jelatinni. Endi hozir vaziyatda bizda raqiblarimiz, ta'qibchilarimiz mana Aston Villa bo'ladigan bo'lsa ko'rsataman, u ochko yo'qotdi va bundan biz unumli foydalana olishimiz kerak va men o'ylashimcha Carrick shogirdlari bu narsani a'lo darajada uddalay oladi. O'yin yuzasidan gaplashadigan bo'lsak, o'yinga tusha olmaydigan futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tushishi mumkin yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti saytlar. Demak, darvozada darvozada deb. Himoyachilarimiz Mattias de Ligt, Patrick Dorgu, Harry Maguire hamda Lisandro Martinezlarni maydonga tushishi mumkin yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti saytlar. Leeds tarkibida esa Daniel James, bizda sobiq futbolchimiz Radon, Stach, Gudmundsson hamda Akaferlar maydonga tusha olmaydi, so'roq ostida deb beryapti insiderlar. Endi ikkala jamoani o'zaro va so'nggi o'yinlar statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United so'nggi 5 ta o'yinda bitta durang, bitta mag'lubiyat hamda 3 marta g'alabaga erishgan. So'nggi o'yinda ular Bournemouth jamoasi ustidan Bournemouth jamoasi bilan 2-2 hisobidagi durangga imzo chekkan. Juda ham sporli holat bo'lgan o'sha payti va o'tgan videomda bu haqda albatta gapirib o'tgandim. Sizlar esa albatta bu haqda kommentariyada yozib qoldiringlar. Leeds tarkibida esa Leeds so'nggi 5 ta o'yinda 2 ta g'alaba, 2 ta durang hamda bitta mag'lubiyatga uchragan va so'nggi o'yinda ular kubok doirasida Aston Villa West Ham jamoasini 3-2 hisobida mag'lubiyatga uchrata olgan. Endi jamoalar o'zaro o'yinlariga keladigan bo'lsak, jamoalar shu paytgacha 117 marta maydonga tushgan va shundan 52 bora Manchester United qo'li baland kelgan. Leeds jamoasi esa 26 bor g'alaba qozongan va 39 bora jamoalar murosa ko'chasini tanlashgan. O'ylaymanki, biz o'zimizning g'alabalar sonimizda 53 taga yetkazib qo'ya olamiz. Sizlar esa albatta bu haqda kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Endi turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida boya aytganimdek o'zgarishlar bo'ldi. Jamoalar so'nggi turlarni o'tkazib, ta'qibchilarimiz, raqiblarimiz o'tkazishdi o'yinlarni. Birinchi o'rinda Arsenal 32 tur o'ynadi o'sha va ularda 70 ochko. Bizda mag'lubiyatga uchratgan Bournemouth jamoasi Arsenalda kechagi o'yinda 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchrata oldi. Manchester City jamoasi esa kechagi g'alabasidan keyin 31 ta turda o'ynadi va 64 ochko jamg'argan holda oraliqdagi masofani yanada qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Manchester United jamoasi esa 31 ta tur va ularda 55 ochko mavjud. Bizning ta'qibchilarimiz Aston Villa jamoasida 31 ta turdan keyin 54 ochko mavjud edi. Kechagi o'yinda ular ham durangga imzo chekishgan Nottingham Forest jamoasi bilan va shu tariqa ularning ochkosi 32 turdan keyin 55 ochkoni taqdim qiladi. 5-o'rinda Liverpool jamoasi 32 turdan keyin 52 ochko to'plagan holda ketishyapti va 15-o'rinda Leeds jamoasi 31 turdan keyin 33 ochko to'plagan holda 15-o'rinda egallab turibdi. Ko'rib turibsizlar, jamoalar oralig'idagi masofa juda katta, lekin Manchester United g'alaba qozonsa, o'sha 3-o'rinda yanada mustahkamlaydi va o'zining ta'qibchisi hisoblanadigan Aston Villa jamoasidan 3 ochkoga ildamlab ketishga muvaffaq bo'ladi. Ko'ramiz, buni vaqt ko'rsatadi va albatta jamoamizga oxirigacha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. O'yin uchun taxminiy tarkibga keladigan bo'lsak, men quyidagi futbolchilar maydonga tushishi mumkin deb taxmin qildim. Sizlar esa albatta o'zlaringiz fikrlaringni kommentariyalarda yozib qoldirishlaring mumkin. Demak, darvozada
Seni Lamens, qanotlarda Luke Shaw, Lisandro Martinez, Leni Yorro hamda Diego Dalotlarni qo'ydim men. Chunki Harry Maguire qizil kartochkada, Matias Delef mavsumning oxirigacha safda chiqqan va qoladigan variantimiz Xaven bilan Martinez qolyapti. Martinez umumiy jamoa mashg'ulotlariga qaytgan. Menimcha Xaven'da o'zini qo'ymasa kerak Yoro bilan juftlikda, chunki ikkita yosh himoyachi baribir sal tajribasizlik qilishi mumkin deb o'ylayman. Sizlar albatta bu haqda o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldirishlaring mumkin. Tayanch zonasida Casemiro hamda Maynularni qo'ydim men. Oxirgi so'nggi o'yinlarda bu ikkala futbolchimiz ajoyib formani namoyish qilyapti va deyarli barcha o'yinlarda foydali ish koeffitsiyentidan yuqori holda o'yin namoyish qilyapti. Hujumchilar oldida bizda El Capitano'miz Magnifico Bruno Fernandes harakat qiladi. Ikkita qanotda Mateus Cunha hamda Amad Diallolarni qo'ydim va hujumda Brian Mbeumo'ni qo'ydim men va o'ylaymanki, o'tgan safar ham tushgan shu tarkib hozir o'yinni boshida birinchi taymdan bir o'yin masalasi hal qiladida, so'ngra bemalol biz rotatsiya zaminalar orqali jamoamizga ma'lum bir futbolchilarga dam berishimiz mumkin bo'ladi. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlar bilan Zamin Rats kanali bo'ldi. Sizlardan odatdagidek faollikda, aktivlikda like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman va videoning so'ngida 23-yilda Old Trafford stadionida Leeds mehmon bo'lib kelganda 2-0 ga mag'lubiyatga uchragan va o'sha o'yinda Manchester United tomonidan urilgan siz topganingizdek ikkita golni qo'yib beraman men. Va bu aytganimda sizlardan aktivlikni kutib qolgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan yana bir bora Zamin Rats kanali bo'ldi. Xayr. O'zlaringizga sirgar.